Agarda siz Toshkent shahrida biznes klassidagi turar joy majmuasidan birinchi qavatdan katta kvadraturali va o'zini terrasasiga ega bo'lgan kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, videomizni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum do'stlar. Men bugun Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi Ko'xota turar joy majmuasidaman. Turar joy majmuamiz biznes klassda bo'lib, kvartiramiz birinchi qavatda joylashgan 123 kvadrat metrdan iborat. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qiziq bo'lishini Xudo xolasa va'da beramiz. Narxlari ham juda ham zo'r narxlardagi kvartiramiz. Ko'rishingiz mumkin, turar joy majmuasining hovlisi, bolalar maydonchasi, hamma kerakli bo'lgan biznes klassda bo'lishi kerak bo'lgan jihozlar bilan jihozlangan. Va eng asosiysi, bu turar joy majmuasining ichiga umuman o'zi avtomobil kirmaydi. Chunki yer ostida turar joy mavjud. Yashil zonalari, daraxtlarga e'tibor berasizlar va eng asosiysi fasadlariga e'tibor berib o'tinglar. Fasadlari ham juda ham chiroyli, derskiy, savremenniy, ya'ni o'sha hozirgi zamonaviy uslubda qilingan. Gazoblokdan qurilgan binolarimiz, bu yoqda xonadonimizni podyezi, o'tirish uchun skameykalarimiz, velosiped qo'yib qo'yish uchun hamma sharoitlarimiz bor. Ekologik toza juda ham. Endi ozgina qurilish ketyapti. Qurilishdan keyin havolari tozalanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Podyezimizga kirganimizda Ko'xota degan yozuvimiz bizani kutib oladi va har bitta xonadonning o'zini pochtoviy yashiklari bor. Katta oynamiz. Xonadoningizdan chiqib ishga ketayotganingizda kiyimlaringizni to'g'irlab, sochlaringizni, soqollaringizni to'g'irlab bemalol ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda bizani liftimiz va yonida zinamiz. Zinadan ham chiqish mumkin bo'ladi. Birinchi qavat ko'rishingiz mumkin. Svetlarni yoqib ko'rsatamiz. Bu yoqda avtomatik tarzda, shu avtomatik datchikligiga bo'lgan svetlarimiz bor. Harakatdan yonadi. Kvartiramiz birinchi raqamli kvartira. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rishingiz mumkin. Xonadonimizning ichi har bitta xonalar bo'lingan, 4 ta xonaga bo'lingan, kuxnyasi alohida. Bu yoqda birinchi xonamizni ko'rishingiz mumkin. O'zini terrasasi ham bor. Bu xonamizning oynasi turar joy majmuasining ichkariga qaragan, ichkarisiga. Kvadrat kattaroq xonamizni ko'rdingiz. Bu yoqda ozgina kichkinaroq kvadratli xonamiz, kabinet yoki-da o'sha bolalar yotoqxonasi o'rnida foydalansa bo'ladi. Derazalarimizga e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardim. Mana o'zi ochilib ketmaydigan mexanizmlari bilan jihozlangan. Bu yoqda mana ochib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin va eng asosiysi tepadan ham ochiladi. Bu xonadonni olganingizda derazalarga qo'shimcha rasxod qilib yurmaysizlar. Bu yoqda yana bitta xonamiz, kattaroq razmerdagi. Bu xonamiz ham ichkariga qaragan. Turar joy majmuasining ichkarisiga qaragan. Elektr, suv, gaz hammasi sentralniy o'tkazib qo'yilgan. O'zingizlar bo'lib olasizlar. Sanuzellarimiz razdelniy. Hojatxona, hammomimiz. Bu yoqda esa orqa tomonga qaragan xonamiz, terrasaga qaragan xonamiz bu yoqda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Xonamizning kvadratlari, o'lchamlari sargina kattaroq bu yoqda. Menimcha 4 ta xonani hammasini ko'rsatib bo'ldim. Bu yoqda kuxnyamiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Suv, sovuq suv, gazlar hammasi o'tkazib qo'yilgan, endi svet yo'q. Ozgina o'sha tabiiy tushayotgan nurlardan foydalanmoqmiz. Bu yoqda kichkinagina joyimiz, to'q konturli kotellarimiz o'rnatilgan. Eng asosiysi bu esa xonadonimizning terrasasi 35 kvadrat metr atrofida dedilar. Xonadonimiz egalari konditsionerlari uchun reshotkalar o'rnatilgan. Derazalarimiz katta-katta, nur tushib turadi. Skvoznoy. Orqa tomonini ko'rishingiz mumkin. Birinchi qavatda faqat terrasalarimiz bor. Turar joy majmuasining orqa tomoni ham himoyalangan, qo'riqlanadi. Umuman begona odam mashinada kirishi, mashinada emas, umuman yayov ham kirib ketishi mumkin emas. Yaxshilab ko'rib, e'tibor berib o'tinglar. Bu xonadonimizda aynan yer osti mashina turar joyi ham bor. Ularning narxlari bilan qo'shganda va o'zini narxlarini hammasini men sizlarga hozir aytib o'taman.
Bu yerda o'zi umuman narx-navolarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Ko'xotani birinchi qavatlari sotuvi, ya'ni застройщик tomonidan, quruvchi tomonidan sotuvlari o'tgan yili уже tugab bo'lgan. 2024-yili tugab bo'lgan. Oxirgi sotilgan narxlari застройщик tomonidan 1,5 ming dollardan kvadrat metri sotilgan. Hozirgi kunda ikkinchi qavatidan boshlab застройщикda qolgan, ya'ni shu quruvchida qolgan kvartiralarimizning narxlari 21 million so'mdan boshlanadi. Ya'ni o'sha sal kam 2000 dollar atroflarida kvadrat metri uchun. Aynan shunaqa Chornovoy отделка holatidagi, korobka holatidagi narxlarini aytib o'tyapman. Qurib bo'lingan, bitib bo'lingan, remontlari bitgan narsa emas. Xuddi shunaqa holatdagisi quruvchini o'zida 21 million turibdi. Biz aytadigan narximiz juda ham shikolat narx. O'zi ko'rishingiz mumkin 1,5 ming dollardan sotilganidan egalarini razi bozorlashib, savdolashib sizlar uchun narxini 123 kvadrat metr plus 35 kvadrat metrli terrasa qo'shib 210 ming dollar qilib qo'ydik. Aytib o'tganimdek, podzemniy parkovkasi bor, u alohida, uni savdolashasalar, o'zi quruvchida turgan narxi 15 ming dollar atrofida ekan, kelib savdolashib, yuzni ham olma, parkovkani ham sal kelishtirib bering deb, xudo xolasa, chiroyli narxda olib ketasizlar. Pastda egalarini o'zini telefon raqamini qoldiraman, realtor emas, bemalol qo'ng'iroq qilib savdolashib baraka qo'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, yoqqan bo'lsa obzorimizni bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Shunaqa zo'r chiqib qolgan narxlardagi xonadonlarimizni, uylarimizni, hovlilarimizni, biznes binolarimizni sizlarga ko'rsatishga, taklif qilishda davom etib boraveramiz. Mehnatimizga bitta bahoyli like bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammamizga nasib qilsin.